Avvalambor assalomu alaykum. Men Shahzod Parmonov, Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumining 2-bosqich talabasiman va men o'qishim bilan birga turli xil ijtimoiy faoliyatlarda ishtirok etib kelyapman. Men uchun volontyorlik bu jamiyatga foyda keltirish va o'zimni rivojlantirish imkoniyati. Hozirda men Konrad Adenauer Stiftung va Yuksalish harakati hamkorligida amalga oshirilayotgan fuqarolik jamiyatining imkoniyatlarini kengaytirish orqali inklyuziv rivojlanish loyihasida volontyor sifatida faoliyat yuritmoqdaman. Ushbu loyiha yoshlar va ayollarni qo'llab-quvvatlash, yuridik klinikalarni rivojlantirish, ekologik barqarorlik va media savodxonlikni oshirishga qaratilgani bilan muhim ahamiyatga ega. Men ushbu loyihaga shaxsan qiziqish bildirganimning sababi kelajakda huquqshunos sifatida faoliyat yuritishni istashimdan iboratdir. Loyihadagi treninglar, amaliy mashg'ulotlar va yoshlar bilan ishlash mening kelajakdagi kasbiy faoliyatim uchun juda zarur tajriba bo'ladi. Loyihadagi shaxsiy fikrim yoshlar va jamoalarda huquqiy ongni oshirish, fuqarolik faolligini kuchaytirish va ekologik barqarorlikka hissa qo'shishdir. Ushbu loyiha asosida tashkil etilayotgan forumga men ushbu loyiha asoschilari tomonidan taklif qilindim va u yerda men amaliy tajribalar, zarur ko'nikmalar, ijtimoiy loyihalarni kutmoqdaman. Men ishonamanki, ushbu forumga tashrif buyurayotgan yoshlar bilan tanishish, ular bilan fikr almashish va o'z tashabbusimni rivojlantirishga ega bo'laman.